Audio Jungle. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, barchalaringizga alo kayfiyat tilaymiz. O'zbekistonda bahor, tez kunlarda Navro'z olam kirib keladi. 16-mart sanasi ro'za Ramazon oyining 16-kuni. Zarifa onamizning shaxsiy bayramlar tug'ilgan kunlari bilan barcha farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nabirajonlar nomidan xonadonlarga xursandchilik ulashamiz. Go'zal hadyalarni yetkazib qo'yamiz. Qani ketdik birgalikda. Ko'rishga tayyormisiz? Biz boshladik. Assalomu alaykum. Barchalaringizga alo kayfiyat tilaymiz. Bezovta qilgan bo'lsa, ming bor uzr, yaqinlar tabrigi ijodkorlari mana shuni fayzli shohona dasturxonlar atrofida video orqali uchrashib turganlaringizga tashrif buyurar ekanmiz. Albatta bugun Zarifa onamizning shaxsiy bayramlari tug'ilgan kunlar bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa, bezovta qilmasa, o'zlarini bitta gudros qarsakiylar sadosi ostida kutib olamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Çıkıp girişler bilen. Onlar çıkıp giriş bilen. Tarzın yine unuttursun. Telefona geliyor birlikte. Merhaba. Karsayla bilen bullab turamız. Avvalambor assalomu alaykum, barchalaringizga alo kayfiyat tilaymiz. Zarifa ona assalomu alaykum. Shaxsiy bayramlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bo'lak bo'lamiz bilan qo'sha qaring, farzandlarning huzurini, halovatini ko'ring. Bir chiroyli kun bo'lyapti. Ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Barchamiz erta tongdan saharliklarga turib ro'zalarni tutyapmiz. Alloh ham tutayotgan ro'zalarimizni o'z dargohiga qabul qilsin. Bugun ro'za Ramazon oylarida musiqalarni qo'yib kimnidir bezovta qilish fikridan yiroqmiz. Aksincha farzandlarni onalariga bo'lgan mehr muhabbatlarini, kamtarona sovg'alarni topshirib qo'yish istagidamiz. Kimnidir bezovta qilgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Zarifa ona tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Hamisha bahor gullaridek ochilib yuring, yashanib yuring. Po'lat amakimiz bilan qo'sha qaring, farzandlarning huzurini, halovatini ko'ring. Hozir men tashqarida farzandlaringiz bilan ancha suhbat qurdim. Erkash akamiz bilan, Yulduz opamiz bilan ayajonlaringizni, dadajonlaringiz so'namasam hayotda qanaqa inson ta'rif bering. Nima so'zlar bilan tabriklaydiganimda ixtiyoriga o'tgan yil ham tug'ilgan kunlarini qilsaymi bir kattaroq qilib deb ro'za oyiga to'g'ri kelganini, bugun qarindoshlarni, opa-singillarni yig'ib, kichikroqgina davra qilib
onajonimni bir xursand qilish istagidaman. Chunki bolalikdan bizni asrab, avaylab, otam, onam 3 ta farzandni dunyoga keltirib, bekamko'z o'stirdilar, voyaga yetkazdilar. Hech narsaga zoriqtirmadilar, bekamko'z o'stirdilar. O'zlari yemay yedirdilar goh kelganda, o'zlari kiymay eng yaxshi kiyimlarni bolamga deb mehnat qildilar. Hali hamon mehnat qiladilar. Kim dedi? Hozir pul mol dunyo kerakmi otamga, onamga? Yo'q, bizni deya ishlaydilar. Otajon, onajon sizni yaxshi ko'ramiz. Bergan tarbiyangiz uchun ming rahmat. Bilmadim, sizga munosib farzand bo'la oldikmi, yo'qmi? Lekin sizga munosib farzand bo'lish uchun harakat qilaman. Qachonlardir kimni farzandi desa, mana o'g'lim, mana qizim deb faxrlanishingizni xohlayman. Otajon, onajon bergan tarbiyalaringiz uchun ming rahmat. Birin-ketinlik bilan Allohga ming qatla shukr. Hamma orzularimga, umidlarimga yetib boryapmiz. O'y qilamiz dedik, o'y qildik. To'y qilamiz deya dang'illatib to'ylar qildik. Mashina olamiz deya niyatlarimizga yetyapmiz. Allohim nasib etsin, kuch-quvvat bersin, davlat bersin, vaqti soat kelganda otamni, onamni umra safarlariga, haj safarlariga birgalikda ziyorat qilib kelganlarimizda, hoji ota, hoji ona bo'lganlarida ehson dasturxonlarini yozib chiroyli to'ylarini qilib berishlik nasib etsin. Barcha farzandlar garchi uzoqda bo'lsa deylar, Dadaxon akamiz, Dilobar opamiz o'zlari kela olmagan bo'lsalarda sog'inchli salomlarini aytib yubordilar hamda Tursuntosh opamiz, Zafar akamiz, Ergash akamiz, Yulduz opamiz hamda O'lmasjon, Solihabonu barcha nabirajonlaringiz bugun sizni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayaptilar va kamtarona sovg'alar tayyorlab qo'yganlar. Marhamat qilamiz chiroyli musiqalar va qarsaklar sadosi ostida dunyodagi eng chiroyli guldastlarni taqdim etamiz. Niyat qilib guldastani birinchi bugün baxtli onimda, onajonim yonimda, o'ynang ona yig'lamang, qurbon sizga jonimda, qurbon sizga jonimda. bayramlar to'g'ri bo'lsa, guldastalar qabul bo'lasiz. Gul beraman, roziligim oling, ko'zlaridan o'paman. Bolamga gul beraman, onamga gul beraman, roziligim oling, ko'zlaridan o'paman. Otam jon otam, oilamizda xonadon, o'tdi umri mehnatda, bizni deb har onadan. Ey jon otam, oilamizda xonadon, o'tdi umri mehnatda, bizni deb har onadan. Javohirjonni tabriklarini qabul qilib olasizlar, tabriklab qo'yasizlar. Bolarga gul teraman, Kenja to'yis. Javohirjon guldastalarini qabul qilib oling. Katta yigit bo'lsinlar. Bolarga gul beraman, onamga gul beraman, roziligim oling, ko'zlaridan o'paman.
xonadonimizdagi mehmonlarni xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Imkon bo'lsa bezovta qilmasak barcha opa-singillarni taklif etamiz. Bayram-bayramda bo'lsin sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz bilan. Marhamat, ketdik birgalikda. Barchalaringizga Alloh kayfiyat tilaymiz. Marhamat. Qani ketdik birgalikda. Hey, yaxshi. Hurmatli opa-singillar, marhamat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Qani ketdik birgalikda. Qadrli marhamat. Ben şu giranağını gördüm. Arzu getir anıymasın. Ben şu giranağını gördüm. Taşları kanağını gördüm. Gördüm de odan. Ben şu giranağını gördüm. Taşları kanağını gördüm. Gördüm de odan. Ben şu giranağını gördüm. Taşları kanağını gördüm. Muhabbet
O'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevganim. O'zi shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevganim. Ah bu kabutar miyoki pari oy yuzida bar kunchi chiroyli. Ah bu kabutar miyoki pari oy yuzida bar kunchi chiroyli. Marhamat, talablarga binoan ketdik birgalikda. Opa-singillarimiz talablarga binoan. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray eslarim, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray eslarim, jonim onam, jonim onam. So'zlari bir donagina, bittayu bir donagina. So'zlari bir donagina, yettayu bir donagina. Boshimda parvonagina, jonim onam, jonim onam. Boshimda parvonagina, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehribon, mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehribon, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehribon, mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehribon, jonim onam, jonim onam. Duo bilan siylaganim, sira ozor bermaganim. Ey duo bilan siylaganim, sira ozor bermaganim. Bizlar uchun kecha kunduz oromnima bilmaganim. Bizlar uchun kecha kunduz oromnima bilmaganim. Onalarning eng yaxshisi mana onam, mana onam. Farzandlaringiz baxtsiz, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng yaxshisi mana onam, mana onam. Farzandlaringiz baxtsiz, jonim onam, jonim onam. Ro'mollari yarashganim, oylar husn talashganim. Ro'mollari yarashganim, oylar husn talashganim. Qo'ydan jannat topganim, jonim onam, jonim onam. Qo'ydan jannat topganim, jonim onam, jonim onam. Onalarning farishtasi, mana onam, mana onam. Jonimda jonim rishtasi, jonim onam, jonim onam. Onalarning farishtasi, mana onam, mana onam. Jonimda jonim rishtasi, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali, mana onam, mana onam. Ko'zga suray izlarini, jonim onam, jonim onam. Javobni jonim alohida tayyorgarlik bo'lgan, hozir sovg'alarni topshirib olaylik, birozdan so'ng o'ynaymiz. Siz bilan ancha suhbat qurib o'tirsam, 10 ta farzandli, 10 ta 11 ta farzandli. Eng kichkinasi Zarifa singlimiz. Asrab avaylab katta qilganmiz. Hamisha xursand, baxtli inson bo'lib kelgan. Bundan keyin ham nasib bo'lsa, baxtli bo'lsin, kuyovimiz bilan qo'sha qarasin. Javohirjonim farzandiz alohida tayyorgarlik ko'rib, onajonimga, jannatimga, volidamga deya
alohida o'zlari sovg'a tayyorlagan ekanlar. Bugun sizni yaxshi ko'rishini aytib, bag'ringizga bosib, mahkam o'zim niyatlarini aytish istagida turibdilar. Ruxsat bersangiz, sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Javohirjon. Ana $100, ana. Javohirjon, mana yonimdan keling qani. Qalaysiz? Zo'rmisiz? Nechiga kiryapsiz? 10ga. 10ga. Nechinchi sinf? 2. 2-sinf. Umringizdan baraka toping, katta yigit bo'ling. Onajoningizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Prezident. Prezident bo'lar ekanlar. Inshaalloh nasib bo'lsa. Xudo xolisa yurt prezidenti bo'lsin. Hech bo'lmaganda bir viloyat prezidenti bo'lsin. Hech bo'lmaganda bir tumanning prezidenti bo'lsin. Ilohim niyatingizga yeting. Albatta, onajoningizga niyatlaringiz bormi? Marhamat, mikrofonni beraman. Bemalol niyatlaringizni aytib qo'yasiz. Onajonim, sizni tabriklayman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Vaqtimizga yaxshi omon bo'ling. Siz nima savol berasiz? Bunu farkı ne etti? Ne sakıyorsun? Tarkı? Ona bola. Saya, usul saya mandi. Ama şuraya da okey yaptı o zaman. Burgut mehribon qush albatta polapollarni asrab avaylab katta qiladi. Mana qarang, xuddi siz bilan o'ziday tasavvur qilib ushbu sovg'ani olib kelgan ekan, umridan baraka topsin, katta yigitlar bo'lsin. Ismi kim? Muqaddim bobo, keling qani, qalaysiz? Nechiga kiryapsiz? 10ga. Siz ham 10ga kiryapsizmi? Men ham 10ga kiryapman. Hammamiz 10ga kiryapmiz. Siz nechiga kiryapsiz? Siz ham 10gami? Ya, ana bunisi ham 10ga kiradi. Malades. Onajonni tabriklab qo'yinglar. Onajon sizni yaxshi ko'raman deb. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsak, nima sovg'a olib kelasiz onajonga? Katta bo'lsangiz, pulingiz ko'p bo'lib ketsa. Xo'p. Katta bo'lsangiz, pulingiz ko'p bo'lib ketsa, onajonga nima sovg'a berasiz? Maşallah. Mashina berasiz, ha? Malades. Keling, siz ham keling. 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 Sizni ismingiz nima? Bizzat. Bekzodjonim zo'r yigit ekan. Tabriklab qo'ying onajonni. Onajonim bilan. Tabriklar. Hasike. Yaxshi ko'raman. Malades. Bitta quchoqlab o'pib qo'ying-da yuzlarini, onajonni yuzlarini. Malades. Keling. Ona sizni tabriklayman. Vaqtimizga sog' bo'ling. Qarsanglar bilan qarsaklatib cholib qo'yamiz. Bu chiroyli qizning ismlari nima? Alaykum. Va alaykum assalom. Juda ham shirin qiz ekan. Ismingiz nima sizni? Sodiqa. Kimni qizisiz? Ayezdimi, dadangizdimi? Tataksi. Dada qizi, malades. Bugun nima bo'lyapti uylaringizda? Menam tug'ilgan kuni-ku. To'y kuni. To'y. To'y bo'lyaptimi? Onajonni yaxshi ko'rasizmi, bobojonnimi? Onajonni yaxshi ko'rasizmi, bobojonni yaxshi ko'rasizmi? Kim? Anani. Anajonni yaxshi ko'radi. Bugun biladi, bugun onasini tug'ilgan kunida, bobojon tug'ilgan kuni bobojonni yaxshi ko'radi. Malades, umringiz uzoq bo'lsin. Zarifa ona, bugun sizni tabriklaymiz deya do'stlaringiz, qadrdonlaringiz, dugonalaringiz qolaversa, qon qarindosh jon jigarlar tashrif buyurgan ikki og'izga niyat bildiramiz, tilak bildiramiz deya. Xonadonlarimizdan qut baraka aramasin. Ustozlar duosini olib katta bo'lyapmiz, voyaga yetyapmiz, ota-onamiz duo qilyaptilar. Endi yosh bo'lib, yoshlik, beboshlik deymiz, qo'limizdan ko'p ish keladi, onamiz uchun, otamiz uchun ko'p ish qilib qo'ydik, ko'p narsani bilamiz deymiz-ku, lekin voyaga yetib boraverganimiz sari ota-onamiz uchun hech ish qilmaganligimizni anglaymiz. Hali ko'p ish qilishimiz kerakligini anglaymiz. Hali ko'p ishlarga ulgurishimiz kerak ekan deb
shoshib harakat qilamiz-da. Ustozim bugun davrada ishtirok etyaptilar. Innatulloh ustozlarning oldida mingdan biri ham emas ekan biz ustoz to'g'risida. Umringiz uzoq bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oylari bilan tabriklaymiz. Mana xonadonlaringizda bir chiroyli kun bo'lyapti. O'tganlarning ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Yaratgan Tangri taolo shu dunyoda qilgan yaxshi amallarini u dunyoda o'zlariga hamrohlik qilsin. Ro'zalarimizda, namozlarimizda duo qilyapmiz. Albatta savobi samaralaridan o'tganlarimiz ruh poklariga ham bag'ishlab turibmiz. Bir duo qilib qo'ying, o'tganlarning ruhlari shod bo'lsin. Bugun singlingizni kuzda oqu qorasini, onangizni eslatib turguvchi jigaringizni bugun tug'ilgan kunlari. Marhamat, tabriklab qo'yasiz. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz singillarim, onaxonlar, opalar, jiyanlarim, bugun men gapirishga o'zi tilim ojiz. Shunday go'zal, mehribon, oliyjanob, saxovatli, mehrga nihoyatga boy bir singlim Alloh taolo tarafidan bugun barchamizni chaqirib, mehmon qilib, yana iftorliklari ham qilib, ihson qilib, o'zini tug'ilgan kunni o'tkazayotgan ekan. Avvalambor senga bugungi ayyoming muborak bo'lsin. Doimo sog' bo'lgin. Po'latjon bilan baxtli, saodatli bo'lgin. Po'latjon hamma vaqt seni ko'klarga ko'tarib yurgan, sen Po'latni ko'klarga ko'tarib yurgansan. Mana bugungi kunda esa mana seni farzandlaring Alloh tarafidan senga boshlaringga toj kiydiryapti. Avvalambor ota-onamning ham ruhlari shod bo'lsin. Shunday mana farzandlarni mana Toshkentda turib dadaxon ham kelinimiz ham seni tabriklabdilar. Avvalambor ular ham ishlariga, o'zini ishlariga, farzandlaringga, nevaralaringga seni nomingdan ular baxtli, saodatli bo'lsin, sog' bo'lsin. Ergashjon ham sog' bo'lsin. Mana shu narsalarni tashkil qilib, ayamni bir xursand qilayin. Dugonlarini xursand qilayin, qo'rishlarni xursand qilayin. Opalarini, xolalarimni, tog'alarimni xursand qilayin. Ammalarimni xursand qilayin deb shu narsani tashkil qilayin ekan. Avvalambor senga Ergashjon, oilangga, o'zingga sog'lik, salomatlik tilayman. Ayangni baxtiga, bizlarning baxtimizga doimo sog' bo'lgin. Ayangni quchoqlab turgan vaqtim men ham quchoqlab o'tirgandek o'tiribman-da. Shu bemalol shu enam yonimda o'tirganday, enam bilan suhbatlashib o'tirganday o'tiribman. Chunki ishlaganda enamni hidi kelib o'tiribdi. Doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Boyligim bu. Mehrim bu. Oqibatim bu. Meni sami, ya'ni ko'ruvchi, eshituvchim bu. Basir ko'rib turuvchi singlim. Aziz bu Rahmon Falak singlim. Vahob bu yagona singlim. Kabir buyuk singlim. Shunday singlim boridan farqlanaman. Uni ishlariga, oilasiga Allohdan baxt va saodat tilayman. Dunyoda ko'p narsa unutiladi. Unutilar yillar, yo'llar, orzular. Ammo unutilmas yaxshilarning qadri deydi. Singlim hamisha hamma vaqt yaxshilar qatorida turishini, yaxshilar qatorida yurishini Allohdan talab qolaman. Doimo senga sog'lik, salomatlik, Po'lat bilan baxtli, saodatli bo'lib yashayvergin. Bizga kelib xizmatingda, shu yerda o'tirib yaxshi niyatlaring bilan qilingan dasturxonlaringda non tuzlaringni yeb, senga hamisha yaxshi kunlaringga sherik bo'lib turaveraylik. Po'latjonni ham hozir chaqirardim. Po'latjon o'zi boshdan ham nima dedi? Sekin qadam bilan yuradi, lekin olijanob shunday kuyovimdan faxrlanaman borligidan. Chunki shu kuyovim orqali shunday davrlar, shunday farzandlar, jiyanlarim dunyoga kelgan. Doimo sog' bo'lsin, amon bo'lgin. Senga yana bir bor tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Anita xonajotlarimizni taklif etamiz. Hojona marhamat keling. Hojona.
Sizlarning yoshi bo'lari, kayfona insonlari, duo guylari, omon guylari, boshlaridan ro'mollar tushmagan, qo'llari duodan to'lmagan munis va mo'tabar jannati onajonlarimiz. Assalomu alaykum hojiona. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonjonlar, aziz singlimning aziz qadrdonlari. Avvalambor xush kelibsizlar singlimning yaxshi kunlariga. Men endi hozir nihoyatda hayajonlanib turibman. Sababi biz hammamiz ro'zg'or qilib, turmush qilib ketganmiz. Onam dunyodan o'tganlar 86-yil. 87-yilda otam Xudo rahmatli chaqirib, endi ukang bilan singlingni bir yo'qlik qilib, boshini ikkita qilib qo'yishimiz kerak bolam dedilar. Shunday sing ukamga oldim, kelin izladim. Kimni qilsam ekan dedim. Hamsiyalarimiz bilan juda ham yaxshi edim. Hammasi kelinjon deb bag'riga bosaydi. Shuning uchun eng yaxshi ko'rgan hamsiyam Husni oyamning qizini Farog'at kelinni ukamga qildim. Lekin xursandman. Ikkalasi nihoyatda yaxshi baxtli yashayapti. Farzandlari ham uyli, joyli, o'qimishli, juda ham yaxshi. Bu qilgan ishimdan xursandman. Keyin endi singlimga keldik. Singlim hali o'sha vaqtda endi o'qishga kirgan, 1-kurs texnikumda o'qiydi. Otam Xudo rahmatli bolam, sovchilar ko'p kelyapti. Singlingni qanday qilamiz, kimga beramiz dedi. Keyin birga ishlashaydik. Shu yerda birga ishlayotgan ishchilarimiz aytib qoldi, sizda juda bir yaxshi singlingiz bor ekan. Meni ukam yaxshi ko'rib qopti singlingizni. Shu ukamga so'rab borsak berasizlarmi dedilar. Bilmadim, bor otamdan so'rayman dedim. Shunday qilib, Po'latjon birinchi ko'rib, buni yaxshi ko'rib qolgan. Avvalambor kuyovimiz, keyin uyga sovchi yuborgan. Sovchi orqali yaxshi niyatlar bilan singlimni yonimga, hamsiyachlikda endi uzoq emas, uncha kelin qildim. Allohga ming shukrlar bo'lsin. Bularning ro'zg'ori ham juda ham yaxshi bo'ldi. Mana ikkalasi ham farzandlarini yaxshi ko'radigan, uyim joyim deydigan, topganini yaxshilikka, xayrli ishlarga sarflaydigan insonlar ekan. Nihoyatda Po'latjondan ham xursandman. Zarfajonimni ham kelajagidan xursandman. Shuning uchun endi men aytmoqchimanki, hamma ukalarimdan xursandman. O'tganlarimizning joylari jannatda bo'lsin avvalambor. Allohim oxiratlarini obod qilsin. Bugun Zarfajonimning tug'ilgan kuni ekan, singlimga uzoq umr tilayman. Bundan-da baxtli, saodatli kunlarni tilayman. Turmush o'rtog'i Po'latjon bilan qo'sha qarisin. Farzandlarini uchalasini ham oilali qilgan, farzandlarini, bolalarini ham yaxshi kunlarni ko'rayursin. Zarfajon, aynalay sendan yelkamga ko'tarib katta qilganman, rasmlarga tushirganman kichkinaligida. Juda ham bu bizlar uchun juda yosh hali, kichkina qizchaday tuyuladi-da. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun bundan keyingi kelajagingga ham juda ham yaxshi Allohdan yaxshi kunlarni so'rab qolaman. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsang hammasiga erishganingdek. Bolalaringda, nabiralaringda yaxshi to'ylarida bosh bo'lib yurgan. Allohdan so'rayman, umra ziyoratlariga, hayz ziyoratlariga chaqirsin singlimni Allohim. Labbaykalarni aytib, Ka'batullohlarning oldida aylanib yurgan aynalay sendan. O'shalarda yurganda ham shunday singillarimga, ukalarimga, qarindosh urug'larim hammasiga Allohdan yaxshi kunlarni so'radim. Mana shu yaxshi kunlarga Allohim yetkazsin. Allohdan yana bir so'rayman. Mana bu dunyoda bergan yaxshiliklar uchun u dunyoda ham yaxshiliklar berib, jannatlarini bersin. Allohim ikki dunyo saodatini bersin hammamizga. Singlim Zarfajon senga ham ikki dunyo saodatini ko'rib yurgan aynalay. Sog' bo'l, salomat bo'l. Faqat senikiga yaxshi kunlarga kelaylik. Sog' bo'linglar hammalar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrdonlarim, jonajonlarim, ukajonim, opajonim, hamma chiroyli gaplar aytdi. Endi menga gapim qolmay qoldi. Ilohim, hozir bitta she'r biladim, esimdan ham chiqib ketdi sizlar onalaringlar. Nima edi hozir? Hammadan ham azizim, arzirligim, bu dunyoda eng musaffo pok dilligim. Ilohim boringga shukr, mehrlaringga shukr Ilohim. Sog' salomat bu qo'sha qari. Bu dunyoni ham, u dunyoni ham yaxshiliklari hammasini senga bersin. Po'latjonim bilan qo'sha qari, balalaringga hammasiga bosh bo'lib yurgin. Dadaxonjonim ham o'ynab, kulib,
xursand bu bolalar bilan xizmat burchlarini bajarib, eson-omon kelsin. Ergashjonam sog' bo'lsin, Tursun Tursunjonam, mana qo'shnilaring shunday yaxshi insonlar. Kelin hammasi sog' salomat bo'lsin kelinlar. Men ukam ham shunday yaxshi chiroyli gapiradi, loyim sog' salomat bo'lsin, Nozimjonim ham sog' salomat bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Bu ukam ham hamma yaxshi kunlarda uchrashishlikni Allohim hammamizga nasib eylesin. Qarsaylar bilan qo'llab qo'yamiz, boringlarga shukr. Zarifona hamsoyalar tashrif buyurganmi yo dugonalarmi? Qo'shnilarmi? Keling, qo'shnilardan ham kimdan eshitamiz tabrik so'zlarini? Onajonlar. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonjonlar va mezbonjonlar. Bizning eng sevimli, mehrli qo'shnimiz, ham ovsinimiz, ham qarindoshimiz Zarifa singlimizning tug'ilgan kuniga xush kelibsizlar. Men avvalambor mana shu kelinimizga uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman. Nimaki orzu niyat qilgan bo'lsa, Allohimdan ana shu orzu niyatiga yetkazishini so'rayman. Po'latjon bilan qo'sha qaring. Ballaringizni zo'rini ko'ring. Bolalaringiz ham qo'shgan bilan qo'sha qarsiz. Dadaxonjonimning ishlari yurishib ketib, bundan-da martabalari ulug' bo'lsin. Ergashjonning ham ishlari bundan-da martabai ulug' bo'lsin Ergashjon. Tursun Tosh qizim ham baxtli, saodatli bo'lib, katta o'qituvchi haligi istagan animasiga erishsin. Biza necha yillik qo'shni biza bu kelinimiz bilan ham qadrdon og'ayni. Alloh umringiz uzoq bo'lsin. Qo'sha qaring, ballaringizni zo'rini ko'ring. Eng yomon kuningiz shunday bo'lsin. Mana shu ro'za Ramazon oyida nimaki istak, nimaki tilak, orzu, havasiz bo'lsa, Allohim hammasiga mingdan ming ziyoda qilib yetkazsin. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana Zarba xonadoniga kelibsizlar, xush kelibsizlar hammalar. Hamma xonadonda to'ylab bo'lsin mana shunday. Bu dunyoda ham Zarba bilan birga qo'shni bo'ling. Bu dunyoda ham birga qo'shni biza. Ilohiy baxtli bo'lsin Po'lat tog'am bilan. Balalar ham tinch, xotirjam bo'lsin. Har kun to'ylar qilsin ilohiy. Bir-birimizga o'taylik. Balalarimizni uzralavatini ko'raylik. Allohning bergani behisob shukr. Mana shu ro'za oylarida yozgan dasturxonlarni Alloh dargohiga qabul aylasin. Hamisha tani joni sog' bo'lib, Qur'on qilsin, yursin. Rahmat so'z berganlarsiz uchun. Hamma sog' bo'lsin. Qarsaylar bilan qo'llab qo'yamiz, bayramlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Zarifona, tug'ilgan kuningizga nima sovg'a kutyapsiz? İnşallah nasib. Sovg'a kutingda, biz yoshlik chog'larimizda kutganmiz. Tug'ilgan kunim kelyapti, dadam nima sovg'a qilar ekanlar, ayam nima sovg'a qilar ekan. Keryapsiz, zakasam qo'yganmiz. Buyurtma, menga shunaqa narsani sovg'a qiling deb. Ergashaga ham akajonlari, opajonlari bilan niyat qilib bir kamtarona sovg'a olgan ekanlar. Tillolarga teng qarashsam, onajonimga deya marhamat qilamiz. Turli uzuklarni olgan ekanlar. Qarsaylar bilan topshirib qo'yamiz. Bize farzandlardan ko'proq kim bular qimmat sovg'alarni pullarimizda olaversangiz, Allohim bizga beraveradi. Bizani boy bo'lishimizni xohlasangiz, bizdan qimmat sovg'alarni olavering onajon. Vaqtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling. Mikrofonlarni o'zingizga havola etaman. Po'lat amakim kelmadilar. Endi kelsalar, mikrofonni beraman, bir ikki og'iz sevgi izhorlarini eshitamiz degandim. Kelmadilar. Sart ortiqcha kamtarin inson ekanlar. Vaqtimizga sog' bo'lsinlar, oilani vaqtiga sog' bo'lsinlar. Mikrofonni beraman, bir farzandlarni, nabirlarni duo qilib qo'ying. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonjonlar hamda mezbonjonlar. Hammalaringizga katta rahmat. Bugungi mening tug'ilgan kunimga kelganlaringiz uchun hamma sizlar yaxshi ko'raman. Hammalar sog' bo'linglar. Men kutmagandim. Osh tayyor chiqaman deyman, suv chiqasiz dedi. Chiqaman deyman, suv chiqasiz dedi. Nima buncha deyman, qo'shnilar kutib qoldi deyman-da. Shuning uchun bir tadbir bor ekanda. Bunda farzandlarimni hammasidan xursandman.
qaysi uyushtirgan bo'lsa ham rahmat. Lekin men farzandlarim bir-birimni maslahatlashib qiladi. Bu maslahatlashgan bo'lish kerak menimcha hammalari. Katta rahmat farzandlarimga, akajonimga, og'aynilarimga, opajonimga va hammasi o'zimizning jigarlar, xudolarim o'tiribdi. Hammalariga katta rahmat. Hozirgi kelayotgan mehmonlar, Hamadaxonamiz mana gashtachilarga ham, Dirabolaga ham katta rahmat. Mana ular ham o'z raqsga chiqadi. Hammalariga rahmat. Sog' bo'linglar. Hamma yaxshi niyatlarimiz sizlar uchun. Dadaxon bilan Dilobarga ham rahmat. Tursuntosh bilan Zafarjonga ham, Ergashjonim bilan Yulduzayga, Kichkina Javohirjonga, hamma nevaralarim, hammasi sog' salomat bo'lsin. Qo'shnilarimni qo'shcha qarib yursinlar. Hamma yaxshi niyatlar shular. Endi davomini qizim to'g'ri aytadi. Aziz mehmonlar, o'zi ko'p so'zga naboy emasman. Onajonim bugun tavallud ayyomini tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Dadamni qo'shchaga yurguning. Endi she'r ko'p yaxshimasam bir jumla aytmoqchiman. Agar xonasi olib ketsa, aytib bermaysizlar. Onajon bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Yo'q so'zim emas, balki o'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Qolganingizni Dadam bilan har doim boshingizga toj bo'lib yuring. Biz ham shunchalik katta qildik, voyaga yetkazib, uyli joyli qilib, joy-joyga qo'yib, alhamdulillah har doim sog' salomat bo'ling. Baxtimizga dadamlar qo'sha qaring. Akam bilan Oyjon, Davlatbek, Doniyorbek, Imona qizim shu davramizda xuddi o'tirgandek bo'lib, ko'rib turibdilar. Akalarimga ham rahmat, shunchalik qildilar. Xizmat qilyapti biz uchun. Onajonim yuzlay kiring. Sog' bo'ling bizlar baxtimizga. Rahmat. Katta nevaram Davlatbek har safar onajon tug'ilgan kuningiz bilan deydi. Keyin Doniyorbek bor. Uni o'rdakcha bolam deb erkalayman. Juda aqlli, yaxshi. Kichkina nevaram Imona qiz. Ular ham shu hozir amakjon aytgandek, xuddi shu yerda deb tasavvur qilamiz. Dadaxonjon, katta rahmat. Dilobar sizlarga ham sog' bo'linglar. Umr oqar daryo ekan, bir pasda oqar ekan, ketar ekan. Kechagina bola edik, otamiz, onamiz hovlisini qiyqirib shodon to'ldirib o'ynab yurardik. Bugun voyaga yetib, hammamiz uyli joyli bo'ldik. O'zimiz ota bo'lyapmiz, o'zimiz ona bo'lyapmiz. Hayot tashvishlariga yelkamizga tushganda, otama, onama deb boramiz. Bizni deya shuncha mashaqqat, g'am tashvishlarni yelkalarida ko'targan ekanlar. Asli o'ylab qarasak, peshonalariga tushgan ajillarda, sochlariga tushgan qo'rqroqlarda biz farzandlarni aybu xatolarimiz bo'lishi mumkin. Ming bor uzr so'raymiz. Onajon, otajon biz farzandlarni kechiring deya farzandlar qo'llari ko'kslarida qo'yib turibdilar. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetib ortar mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas qanoti par onamga. Kerak emas tilloyi zar onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmayman. Farishtalar o'xshar mening onamga. Baxtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling. Bir donishmand aytgan ekanda, dunyoda eng baxtli inson kim? Eng chiroyli kun kim? Qaysi kun? Bugun, erta, Navruz, qaysi kun chiroyli kun? deb savol berganda donishmand shunday javob bergan ekanda, erta tong sog' omon turib olgan bo'lsang, charog'on quyoshni ko'ra olgan bo'lsang, otangdan, onangdan hol ahvol so'ra olgan bo'lsang, demakki buguning eng chiroyli kun. Eshitsang juftingdan shirin bir kalom, farzanding jilmayib aytsa assalom, otang duo qilsa, omon bo'l bolam, demakki buguning eng chiroyli kun. Chiroyli kunlarimizga ko'z tegmasin, farzandlarni baxti kamolini ko'ring. Ushbu qarsiylar siz uchun marhamat qilamiz. Kunlar bedor allalar aytgan,
beshigimni tebratgan yana meni diye jonini tikkan mening onam eng yaxshi ona atrofimda doim parvona mehrligim g'amxo'r yagonam muniskinam sodda bir donam mening onam eng yaxshi ona yuzlaridan nurlar yog'adi ko'zlaridan mehr oqadi farzandimga juda yoqadi mening onam eng yaxshi onam ajin bosgan yuzlari shirin mehr to'lar ko'zlari shirin kelib ko'ring qalbini ko'rin mening onam eng yaxshi onam Çarasın topgan, nega tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam, har bir istagimning chorasini topgan, nega tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda Zarifona, bayram tortlari, hayot shirinliklari marhamat qilamiz. Qabul qilib olasizlar. Birgalikda. Ergashiga o'rdan qolasiz, egasiz birga yoqasizlar. Vaqtimizga sog' bo'ling. Kichkina doiraga yedirib qo'yinglar. Zarifona o'zi yedirib qo'ying, nabiralaringizga xursand bo'lib qoladilar. Ro'zlarimizni eson-omon tutib olaylik. Tobora yaqinlashib kelayotgan Navro'zi olam bilan barchalariz uchun qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Dunyomiz tinch, xalqimiz omon, kunda bayram, kunda to'y, tantana ko'z tegmasin. Albatta, yoshi ulug' hoji onalarimizni, hoji otalarimizni duolari bilan joy namozlar ustida, dasturxonlar boshida dunyomizni tinchligini tilab turibdi. Yoshlar uni o'sib, gulkirab, yashnab yuribmiz. Allohga ming qatla shukrlar aytamiz. Albatta, Zarifonamizni bugungi tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Po'lat amakimiz bilan qo'sha g'aring farzandlarining huzurini, halovatini ko'ring. Nimaki niyatlar qilgan bo'lsangiz, murod va maqsadlaringizga yeting. Ergashagamiz telefon qilib, "Ixtiyorjon keling, otam, onam umra safarlaridan, haj safarlaridan kelyapti" deganlarni ham xursand qilishlik va barchamiz shunday jamoat jamiyatda yig'ilish nasib etsin. Xonadonlaringizda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini kun ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrigiga yozsanglar, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida sahifalarimiz ishlab turibdi. Bezovta qilgan bo'lsangiz, ming bor uzr. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Rahmat hammalaringizga.
Yaxshi kunlarga.